Voy, mana buni qara zo'r ekan. Bu videoni har bitta chaqalog'i bor onalar ko'rishini tavsiya qilaman. Millionlab pullarni yillar davomida cashback sifatida olasizlar. Xitoydan birinchi qo'l tovarlar olib keladigan magazinni obzor qilamiz. Qani ketdik. Bu magazinda 0+ dan 15+ gacha bo'lgan Dodaxo'ja o'yinchoqlar bor ekan. Bu magazinda uyingiz prinsessasi uchun Barbie qo'g'irchoqlarining har xillari bor ekan. O'zini kiyimi, uychasi, tualet, vanna, hamma narsasi bilan. Ustiga pilososlar ham bor ekan. Robot hayvonlarni bilasizmi? Ko'rganmisiz? Bu magazinda men ko'rmaganman. Bu yerda har xil turdagisi bor ekan. O'g'il bolalaringiz uchun million xil mashinalar bor ekan. Qizlar adin domadagi pultli mashinalar, har xil o'lchovdilari bor ekan. Xullas, bu magazinga aniq o'g'linglar va qizinglarni olib kelmasanglar bo'lmaydi. Sifati juda yuqori o'yinchoqlar, juda ham zo'r narxlarda. Sababi bular birinchi qo'l olib kirishadi. Aniq bilaman, bunaqa narxga bunaqa sifatli o'yinchoqlarni boshqa joydan ola olmaysiz. Sifatli narsa olsangiz ham zo'r narxlarda olsangiz, uni ustiga cashback hisoblanar ekan bular. Cashbacklarni Telegram orqali nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Dastlabki xizmati mavjud, pochtadan ham chiqarib berishadi viloyatlarga. Hozir ularda yangi aksiya yo'lga qo'yilgan. Shunaqa PlayStation magnitlar beriladi 300 ming so'mlik xarid uchun. Va siz bundan 10 ta yig'sangiz, sizga juda ham zo'r sovg'a beriladi. Bunaqa qulayliklarni men boshqa o'yinchoq magazinlarda ko'rmaganman. Ularda barcha to'lov turlari ham mavjud. O'zingizga qulaylikda to'lov qilasiz. Manzili bo'lsa Nurafshon ko'chada shunday lyustra magazinlar ro'parasida joylashgan. Yandexga Station deb yozsanglar ham shunda chiqib keladi. Bu videoni bolasi ko'p tanishingiga yuborib qo'ying. Yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab oling va obuna bo'ling.